avtotransport vositalarini. Tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni 750 kg dan ortiq bo'lmagan C toifadagi avtotransport vositalarini. D. Yo'lovchi tashishga mo'ljallangan haydovchi o'rindig'idan tashqari o'rindiqlar soni 8 tadan ortiq bo'lgan avtotransport vositalarini. Tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni 750 kg dan ortiq bo'lmagan D toifadagi avtotransport vositalarini. B.Y. Tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni 750 kg dan ortiq yoki tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni B toifadagi aslahalangan avtotransport vositasining vaznidan ortiq bo'lgan B toifadagi avtotransport vositalarini yoki transport vositalari tarkibining ruxsat etilgan to'la vazni 3500 kg dan ortiq bo'lgan B toifadagi avtotransport vositalarini. C.Y. Tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni 750 kg dan ortiq bo'lgan C toifadagi avtotransport vositasini. D.Y. Tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni 750 kg dan ortiq bo'lgan D toifadagi avtotransport vositalarini hamda bo'g'imli avtobuslarni. Tramvay haydovchisiga faqat tramvay, trolleybus haydovchisiga faqat trolleybus boshqarishga ruxsat etiladi. Tegishli toifadagi transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi haydovchilik guvohnomasiga, uning taloniga vaqtinchalik ruxsatnomaga ega bo'lgan shaxs o'ziga tegishli bo'lmagan transport vositasini uning egasi yonida bo'lganida yoxud tasarruf etish huquqini beruvchi yoki egalik qilishga, foydalanishga berilganligini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lgan shaxs ishtirokidagina ularning roziligi bilan boshqarishi mumkin. Agar transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha shartnoma ushbu transport vositasidan cheklanmagan shaxslarning foydalanishini hisobga olgan holda tuzilgan yoki transport vositasini boshqarayotgan shaxs sug'urta polisida ko'rsatilgan bo'lsa. Konstruksiyada xavfsizlik kamarlari nazarda tutilgan transport vositasi harakatlanib borayotganda haydovchi xavfsizlik kamarini taqib olishi shart. Quyidagi shaxslarga xavfsizlik kamarini taqmaslikka ruxsat beriladi. Avtomobilning orqa o'rindig'idagi 12 yoshgacha bo'lgan bolalar ushbu qoidalarning 159-bandiga muvofiq transport vositasini o'quvchi boshqarayotgan vaqtda avtomototransport vositasini yoki shahar elektr transporti vositasini boshqarishni o'rgatuvchi amaliy mashg'ulotlar instruktori. Homilador ayollar, salomatligi xavfsizlik kamari taqish imkonini bermaydigan bemor yo'lovchilar, orqaga harakat